Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taologa cheksiz hamdu sanolarimiz bo'lsin. Janobi Rasulullohga sallallohu alayhi vasallam so'ngsiz salotu salomlarimiz bo'lsin. Hayotda o'z hayotidan kechib, o'z umrini qo'yib, umrini, hayotini xalq hayotiga, insonlar hayotiga bag'ishlagan, jamiyatga xolis, beminnat xizmat qilib o'zini fido qilgan shaxslar bo'ladi. Bunday fidokor shaxslarni eslash ham ulug' savob, ham qalbga taskin, ham zamon ahliga va kelajak ahliga ibratdir. Ana shunday shaxslardan biri olim, tarjimon, tazkira nafs yozuvchi, pedagog, o'qituvchi Sadriddin Salim Buxoriydir. Alloh rahmat aylasin. Shoir Buxoroda tug'ildi. U yerda yashab ijod qildi. U yerda vafot etdi. Boshqa shaharlar bilan qarindoshligim yo'q der edi, qiziq ifoda bilan. Boshqa shaharlar bilan do'stligi bor edi, lekin Buxoro bilan qon qarindoshligi bor edi. Buxoriy degan ismni har kim o'ziga olishga jur'at qilavermaydi. Chunki Hazrat Imom Buxoriydek zotlar bor ekan, inson Buxoriy deb o'zini atashga sal iymanadi. Lekin Buxoriy degan unvon Sadriddin Salim Buxoriyga nihoyatda yarashib tushdi. U o'z asarlari bilan go'yo Buxoroning etagidan tutib, qayoqqa ketyapsan aziz yurt, birodar, axir yo'l bu yoqda dedi. U Buxoroga ulug' buxoriylarning pok izlarini ko'rsatdi. Mana poklik yo'li, haqiqat yo'li, ma'rifat yo'li, to'g'rilik yo'li, iymon yo'li, ishq-u muhabbat yo'li mana shu dedi. Yetmaydimi shuncha adashganing, xorlik chekkaning, sarson bo'lganing g'animlarga yoqmasa ham mana shu hidoyat yo'li, to'g'ri yo'ldan yuramiz degandek bo'ldi. Nechta kitoblar yozgan bo'lsa, hammasining maqsudi, mazmun mohiyati ana shundan iboratdir. 19-asr bosqinchilari bizning diyorlarni zabt etganida ilm va ma'rifat maskani bo'lgan mulklarga, xususan Buxoro va Xorazmga tajovuz va qirg'inlarni ziyoda qilgan. Behad xorlik chekkan yurtlarning o'zini o'nglashi, o'zini tiklashi, o'z pok manbalariga qaytishi oson bo'lmaydi. Buxoroni Buxoroga qaytarish uchun tabassumi yuzida, dardi ichida bo'lgan o'nlab, yuzlab Sadriddin Salim Buxoriylar kerak bo'ladi. Shoir tafakkuri kitobdan kitobga o'sdi. Ijtimoiy mavzular uni mashg'ul qildi. Bir she'rida aytadi: "Qoldimikan yana sir, 20-asr sun'iy so'z yaratdik, aldadik o'zimizni, sun'iy ko'z yaratdik, aldadik o'zimizni, sun'iy dil yaratdik, mehrdan bo'ldik juda." Jamiyatdagi soxtaliklarga qarshi nozik bir isyon edi bu. So'z soxta, ko'z soxta, dil soxta, til soxta, jamiyat, tuzum, mafkura, ittifoq soxta, oxiri iymon ham soxta bo'lmasin deydi shoir. Asliyatni, poklikni, to'g'rilik va samimiyatni, haqiqat va adolatni qidirgan shoir ana shunday qilib kirib keldi azizlar dargohiga, haqiqat sirgohiga, Naqshbandiylar yo'liga, ixlos va muhabbat maktabiga, ishq va ma'rifat dorul fununiga ana shunday kirib keldi. 20dan ortiq kitoblar tasnif etdi. Hammasining mazmuni bitta. Kelgan joying Allohdir, borar joying Allohdir. Istiqlol davrigacha xalqimiz Naqshbandiya ta'limotining jahondagi arboblardan bexabar edi. 1991-yilda Naqshbandiya tariqatining murshidi komili, doktor, professor, ota bobolari Buxoro sharifdan bo'lgan Said Mahmud Asad Jo'shon hazratlarining O'zbekistonga, Toshkent va Buxoroga tashrifi sabab bo'lib, Sadriddin Salim Buxoriyning Dilda yor kitobi yuzaga keldi va tariqat ahlining sevimli risolasiga aylandi. Unda Naqshbandiya zikr vazifasini bajarish odobi va hojagon silsilasi ilova etilgan. Shayx hazratlarining nomlari 41-raqamda zikr qilingan. Shundan keyin nasab jihatidan payg'ambarzoda
vatan jihatdan bizga yaqin ajdodlari Buxorodan, maqom jihatdan Naqshbandiy yo'lining davomchisi, aqidada Moturidi yo'lining sobit qadam shaxsi bo'lgan bu zot sharifning asarlarini o'rganish, nashr etish ishlariga alohida e'tibor qaratildi. Bunga Sadriddin Salim Buxoriyning Dilda yor kitobi sabab bo'ldi. Keyinchalik marhum yaqindagina vafot bo'lgan Shayx Ahmad Zulfiqor Naqshbandiy va boshqa pir komillarning nomlari ham ma'rifat ahliga asta-sekin tanildi. 1993-yil sentyabr oyida Kamina Mahal bir prezident devonida xizmat qilar edim. Hazrati Shoh Bahovuddin Naqshband tavalludining 675 yilligi keng nishonlandi va anjumanlar asosan Buxoroda o'tkazildi. Jahon naqshbandiylari, ulamo, fuzola, fuqaho yig'ilgan, qalblarda va ruhlarda o'zgacha bir ko'tarinkilik vujudga kelgan muqaddas islom dinining eng oliy qadriyatlari vatanga qaytayotgan kunlar edi. O'sha kunlarda istiqlol tarixidagi Buxoroning eng nurli, eng saodatli kunlari edi desak bo'ladi. 16 sentyabr kunida Hazrati Bahovuddin Naqshband anjumanlari bo'lib o'tdi. Unda eng yorug' so'zni Sadriddin Salim Buxoriy so'zladi. Zotan Buxorodagi xalqaro anjumanlarda eng samimiy, eng yorug', eng to'g'ri so'zni yorug'lik odami bo'lgan Sadriddin Salim Buxoriy so'zlar edi. O'shanda Shayx Tesha bobo Naqshbandiy Yala Osiyoyi Buxoriy hazratlari bilan tanishuvimizga Sadriddin aka sabab bo'ldi. Marhum shayxning ma'naviyati olamidan bahramand bo'lishimizga u kishi bois bo'ldi. Allohning lutfu karami bilan Kaminaga o'sha kuni ilk bor Hazrati Shayx Ahmadjon Maxtum Hanafiy Naqshbandiy bilan tabarruk manzilda Shoh Bahovuddin Naqshband dargohlarida ko'rishish va tanishish nasib etdi. Endi u azizlar moddiy dunyoni tashlab ketdilar. Endi u lahzalar o'chmas xotiralardir. Sadriddin Salim Buxoriy safdoshi, do'sti, Buxoro davlat universiteti muallimi bo'lib xizmat qilgan olim va ijodkor Samad Azimov bilan, biz Abdusamad deymiz, Abdusamad Azimov bilan yaxshi hamkorliklar qildi. Bu hamkorlik samarasi o'laroq buyuk g'ijduvoniylar, Hazrati Mavlono Orif Deggaroniy, Shofirkon tabarruk ziyoratgohlari kabi tarixiy ma'rifiy kitoblar yuzaga keldi. Do'sti Ulug'bek Abdullayev bilan ham bir muncha ijodiy hamkorliklar qildi. Sadriddin Salimning do'stlari o'ziga o'xshagan, o'zi ham do'stlariga o'xshagan sofdil bir inson edi. Toshkent ziyolilaridan kimki Buxoroga borsa, albatta odatan Sadriddin Salim Buxoriyni qidirar, u kishini uchratmasdan qaytmas edi. 2001-yilda men ham Termiz tazkirasi degan kitobni tasnif etdim. O'shanda Sadriddin Salim qadrdonimiz bizni katta yo'lgacha kuzatib chiqqan va haqimizga duo qilgan edi. O'shanda Sadriddin akaga Termiz ulamo va valilari haqidagi bu kitobimning, bu ojizona kitobimning mohiyati haqida gapirib, siz ham Buxoro ulamo va valilari haqida yozishingiz kerak. Biluvchi kishi yozmasa, chetdan yozuvchi kishilar to'g'ri kelmaydi. Bu ilmlar ko'milib qolib ketadi degan ma'noda bir tavsiya bildirgan bo'ldim. O'shandan keyin bizning qadrdon og'amiz Sadriddin Salim Buxoriy Buxoro avliyolari haqidagi kitoblar tasnifini boshladilar va bu xususda ulkan muvaffaqiyatlarga erishdi. Sadriddin Salimning Buxoro ulug'lari haqidagi tasnifoti ana shunday sabab bilan yuzaga kela boshlagan edi. Sadriddin Salim kamtarin, xokisor va tavozukor shaxs edi. Agar u yozgan kitoblarni boshqa bir odam yozsa, ehtimol o'zining da'volari, iddaolari bilan olamni buzar edi. Lekin bizning Sadriddin Salim Buxoriy birodarimiz da'volardan yiroq, ko'ngilga yaqin inson edi. Da'volardan yiroq, ko'ngilga yaqin inson kattalikdan qancha uzoq bo'lsa, subhonga, yaratgan zotga shuncha yaqin bo'ladi. Sadriddin Salim ozod inson edi. U hech vaqt birovlar odami bo'lmadi. Zo'ravonlar quli bo'lmadi. Kuchlilar tobesi bo'lmadi. Hoji Hofiz aytganlaridek, "Man azon ro'zi ki dar bandi tuam ozodam." Hoji Hofiz aytibdilar, "Ya Rabbim, men senga qul bo'lgandan beri, senga qul bo'lgan kunimdan beri ozodman."
Allohga qul bo'lgan zot ozod qul bo'ladi. Darhaqiqat inson birga qul bo'lgandan boshlab haqiqiy ozodlikka erishadi. Birga qul bo'lmagan mingga qul bo'ladi. Shoir Sadriddin Salim Samad Azimovga, ya'ni Abdusamad deymiz, Abdusamad Azimovga bag'ishlagan she'rida aytadiki, bo'lmadik birovlar odami, tobelik ustidan kuldik biz, zulmatdir undaylar olami, yorug'lik odami bo'ldik biz. Sadriddin Salim Buxoriy chin ma'noda yorug'lik odami, vatan farzandi edi. Alloh rahmat aylasin, anjumanga xayr barakotlarini nozil aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.